Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi hamda Andijon viloyat hokimligi hamkorlikda bugun talabalar kibersport o'yinlari 2025 chempionati viloyat bosqichiga start berildi. Mazkur chempionat yoshlarimizni axborot texnologiyalari va raqamli savodxonligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlaydi, sog'lom raqobat muhitini yaratish hamda kibersportni targ'ib qilish uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Albatta talabalar ushbu turnirda jamoaviy bo'lib ishlash, sog'lom fikrlash bo'yicha o'zlariga muhim ko'nikmalarni oladi. Ushbu bugungi chempionatimizda g'olib bo'lgan jamoalar, g'olib bo'lgan talabalarimiz respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar va albatta ushbu respublika bosqichida ham faol ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritadigan umiddamiz. O'zbekiston Respublikasida oxirgi paytda kibersportga bo'lgan e'tiborda oshayotganligi biz kabi yoshlarni juda ham quvontiradi. Mana bugun biz Andijon davlat tibbiyot institutidan 5 ta talaba Andijon viloyatidagi bir nechta komanda bilan qatnashib, Counter Strike 2 o'yini bo'yicha respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Yaqinda bo'ladigan respublika bosqichida ham birinchi o'rinda olishga harakat qilamiz. Bu kabi e'tiborlar faqatgina yoshlarda, kibersportga bo'lgan e'tiborlar yoshlarga juda ham motivatsiya beradi. Kelajakda kattaroq yutuqlarga, jahon arenalariga chiqishga yo'l ochib beradi.